beraman va mana 4 ta akam bor. Botirbek, mana kim xafa qilsa, mana akamga aytib beraman. Xadicha, qalaysiz? Meni sog'inmadingizmi? Jan sog'inmadim, lekin sog'indim. Voy, ana Nortay akammi? Ha, menga qara, chort! Onasini emsin. Badnik, 11dagi qiz bilan xiyonat qilib yuribsizmi? Nortoy, bu akam o'zini qizlarni ajali deb hisoblaydilar, lekin doim yeb qo'yadilar. Yuring Xadicha, bugundan siz bilan o'rtog'imiz mana bu kalta kesaga kuningiz qolmasin. Vot meni ahmoq. Pahlavon, bu akam ovqatlarni juda ham yaxshi ko'radi. Menga qara, Ultra Pro Max lo'q. Yana bir marta yo'limdan chiqadigan bo'lsam, pachag'ingni chiqaraman. Bu akam Bahodir, lekin ismi jismiga umuman to'g'ri kelmaydi. O, menga qara, tushunmadim. Sen meni akamga tegayotsanmi? Yo'qib tashlayman. Tushundingmi? Yana bir marta akamga teggan. Rahmat o'g'loy, faqat akamlar bilmasin. Bo'ldi, xotirimda men borman-u. O'g'loy! Ne baqiryapsan? Mana rasmdagi bola kim? Ne bo'rzilashyosan, ko'rsat. Mana rasmdagi bola kim? Tanimayman. Ne yolg'on gapiryapsan? O'g'loy, unday baqirmang. Sen bosh yaralashma. Dalish kitobini o'qigan, bitta kala qo'yaman hozir. Aqlinoq bo'lib yashaylik, balki yaxshi ko'rib qolgandir. Qaytiga keladi. Singlimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Botir aka, qoningiz o'tgan bo'lsa, menga oling, yeng. Ye ovqatingni ham. Tinchlikmi? Voy. Tinchlikmas ekan. Kim jo'natdi senga bu rasmni? Sinfdoshing Shahboz jo'natdi. Detski, sun'iy intellekt-ku bu. Hozir maktabga borib basharasini yo'rama, urot. Aka, oyoq kiymaysiz. Mandarin pochog'i. Onangga qara. Sen nima men akalarim oldida mustubat qilyapsan? Yurmaymi yoki? Ketdim men. Ol qo'lingni, yigitoymisan, o'g'loymisan, bu sun'iy intellekt. Onangga qara, sen sun'iy intellekt deb nechta bloger nom bulg'anib ketyapti. Oila buzilib ketyapti. Sen o'ylab ish qilsang bo'lmaydimi? Bilganingni qil. Menga qara, urot. Yaxshimisan? Yaxshi. Qaytib bunaqa bo'lmag'ir ishlaringni qilmagin, yeysan mendan, tushundingmi? Buncha qo'li qattiq bu qizni, hali alamimni olaman. Nortoy! Hozir. Ha, aka. Tez suv olib kel menga. Hozir. Bu. Ha, assalom, o'zim. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ture, akamga suv olib ber. Uf, hozir. Hey shoir. Troning akamga suv olib ber. Suv? Hozir. Ha, olayapsan. Suv olib kelish. Короче, mujiki. O'g'loyni uylantirish kerak. Aka, o'g'loyga xotin qayerdan topamiz? Undan ko'ra erga bera qolaylik. Menga o'xshagan tako krasavchini topish kerak-da, aka. Yo'q, akalar, menga o'xshagan baquvvatidan topish kerak. Akamlarga insof kiribdimi? Mana bu yerga terkanman deb. G'uloy, san hech qanaqasiga. Shora iftorlikka 5 minut qolibdi. Bilaman, o'zim ham o'ylanib o'tiribman, qanaqa qilib vaqt o'tkazaydi. Yur qani. Minut qolibdi-ku. Yur qani. 3 minut qolibdi-ku. Yur qani. Hay. İki minut qolibdi. Ketdik. Hay. Uchastkani qilib bo'ylab eshik derazalarni qo'ysak bo'ldi endi. Sen nima qilyapsan? Sumali qilaman, tatib ko'r qani. Vaqti bo'ptimikan? Ko'rib kelaylik qani. Ha. 1 minut qolibdi. Kech o'tadi bu. Men o'zi kelaman. Mana.
Absamad aka, qizim o'qishga kiribdi. Qizim o'qishga kiribdi. G'aybilla, uyga o'tgan. Bugun kechga osh. Qizim o'qishga kirgan. Qizim o'qishga kirgan. Ha, qizim o'qishga kirgan. O'sha uyga o'ting, osh beryapman. Alo? Ada, meni tabriklayman. Bravo oldim. Bravo oldim. Voy malladis ota qizim. Malladis. Mana ключ. Adadan nimaga urasiz? Insta o'qiyapman-ku. Insta qachongacha insta o'qimoqsan? Opangni qara, o'sha bravali bo'ldi. Sen hali yuribsan instingni o'qib. Uylansam olaman. Tak как kechasi qizim uxlamaganligi uchun saharliga qiymoq pishiraman. Assalomu alaykum hammaga. Men pravadan o'tib, prava olyapman. Men adamga telefon qilaman. Alo dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tezmi deyman? Молодец. Mushik, qachon borguvoy? Mushik. Mana bu mushik. Mana bu mushik. Xursandmisiz? Faxrlanasizmi? Faxrlanaman. Har bitta farzandimga faxrlanaman. Onam, suyunchi bering. Nimaga? Ay, oldingmi? Alloh tabriklayman. Alloh xayrli qilsin. Men buni akbar qildim. Sen bilan faxrlanaman bolam. Men gapiraman. Men davom ettiraman. Agar menga uylanmaganingizda, Onam aytgan qizga uylanardim. to'ydan keyin sochim bo'lmasa, Necha malika bor-ku. qizingizni ismini, birinchi muhabbatingizni ismini qo'yishga ruxsat berganimda, Esimda yo'q. Birinchi muhabbat. birinchi muhabbatingiz bo'lganmi? Bog'chada bo'lgan. Agar kontrakt o'qiganimda, To'layaptik. to'layurmidingiz? Конечно. Ikkinchi xotin olishingizga ruxsat berganimda, Ya, tinchlik kerak. sizdan oldin Inamarka mashina olsam, Sen oldin pravo ol. siz meni Ko'raman. Bizni sevgimiz boshqacha. Moshina ustasi sizmisiz? Menmi? Men rovna yarim soatdan keyin kelaman. Siz mashinani elektrosоединениесini kompyuterda diagnostika qilasiz, tushundingizmi? Tag'in gidravlika yuboradigan simlarga tegib ketmay, tushundingizmi? Mashinani moyini yaqinda almashtirganman, zo'ridan qo'ydirganman. Nemetskiy monov. Yurgan bo'lsam 2 milla yurganman, yana 6 milla yursam kerak. Akkumulyator zavodskoy, u yaxshi ishlayapti. Воздушный filtrini ham yaqinda almashtirganman. Qo'lingiz uchun ham tekkizmay. Agar biror bitta zapchastim yo'qolsa, boshingiz bilan javob berasiz, tushundingizmi? Konditsioner переходниклari ham yaxshi ishlayapti. Yaqinda 98 Lukoil benzindan quydiruvdim. Shu zajigание bo'lganda svechalarga sekin yetib boryapti benzin. Shunga tsepleniyani qattiq bosib, o't oldirishga to'g'ri kelyapti. Shu sababli mashinani benzin nasosini yaxshilab tekshiring. Voy, opa, mashinani mendan yaxshi turar ekansiz-ku. Anaqa o'zingiz sotib qo'ysangiz ham bo'lar ekanmi? Да, это аргумент веский. voy o'rta mashina oldingmi? Ha, bitta trekerchi oldim. Voy buyursin, o'rta buyursin, nasib qilsin. Dugon prava oldim. Voy degona prava oldingmi? Yuqsin, ilohim, men ham prava olay. Qachon mashina olasan? Ha, olarman, prava oldim. Qo'ying asosiysi. Xo'ja, minus Shahbozga shunaqa ham kech qolib keladimi? Kech qolmaydi, Shahbozga sovqatib ketdim. Iltimos, unaqa qilmang-da, xo'jayin, men sovqatib. Keyingi safar kech qolmang.
Mani bo'lajagim mehribon, ovqat qilib beradigan, moshina beradigan, boyvachcha bo'lishi kerak. Aylanib ketay singlim, eng asosiysi er bo'lsa tamom bas. Ko'r bo'ladimi, narsa olib beradimi, u hammasi kopeyka aylanay. Er bo'lsin. Shahboz aka, menda sh emas, C bo'ladi. Ayog'i? Ha, rahmat.